Xo'sh, mana kabel trikkerda ishi bo'yicha yana bitta video olamiz. Nissan Prestige avtomobili. Qaranglar. Hop, polni gaz bosdim. Gaz ko'tarilmaydi. Buni droselni zaslonkasi elektronniy. Xo'sh, flashdan chiqib ketamiz. Mana qaranglar. Zaslonkasi elektronniy. Gaz bersalaring gaz yo'q. Ana endi akasi yana bir gaz bosing. Sekundu. Hozir polni gaz bosadi mana. Mana. Polni bosyapti, gaz yo'q. Bo'ldi, o'chirib qo'ying mashinani. Mana bu joyda joylashgan relay zaslonkaning relesi. Bu zaslonkaning relesiga upravleniya kelmayapti miyadan. Mana shu kontaktchasiga kelish kerak upravleniya, lekin kelmayapti. Biz bunga kabel trikker uladik. Qani kabel trikker priyomniga? Mana qaranglar. Signal bor. Mana bu joydan ketyapti signal. Signal bor mana. Mana shu joyda ham bor mana. Mana shu joyda ham bor. Bo'ldi. Dalshi yo'qoldi. Shu joygacha bor mana. Dalshi yo'qoldi. Men buni o'zi ochib oldim bu joyda. Mana bu sariq sim qaranglar. Mana. Uchi ham yashil bo'lib turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Ikkinchi uchi ham mana shu joyda. Qayerda edi? Mana. Ikkinchi uchi ichi ham yashil bo'lib uzilib qolgan. Mana shu narsani kabel trikker yordamida topib oldik. Agar shu instrument bo'lmaganda hozir 2 soat, 3 soat izlagan bo'lardik. Qayerda abriv, nimadan bo'lyapti deb. Так что, полезный instrument, foydalaninglar. Har doimgidek mana ichida klis bor termosatkada izolyatsiya qilib qo'yamiz, чтобы germetichni, suv, havo kirmaydi va dolgovichni xizmat qiladi. Tamam. Ana endi проверка, Oybek aka. Qani, zavodit qilingchi. Relin joyiga qo'yib qo'yganmiz. Gaz bosing. Yana. Taxometrni ham ko'rsataman. Boya gaz 2 dan oshmayapti edi. Mana zakonni gaz ko'taryapti. Так что hammaga rahmat, sog'lik, salomatlik.